keskich va olmalarni solish uchun mana bunaqa pinset kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib olma kesish uchun biz olmani olamiz. Qarang qanaqa chiroyli olma ekani. Siz olma yeyishni yaxshi ko'rasizmi? Olma yeyish yoqadimi? Uyda olma yeysizmi? Suv yoqadi faqat. Olmada qanaqa vitamin bor? A vitamini. A vitamini. Olmani o'chog'ini olib qo'yamiz. Endi men bunaqa kesishni sizga kesishni o'rgataman. Qarang, bu yerda o'tkir tishlar bor. O'tkir juda ham qo'lingizga kesib ko'ringchi. O'tkir ekan, yo'q, bu yerda o'tkir ekan. Biz qattiq kesib kesib qo'yish mumkin. Endi o'shanday. Endi bor kuchimiz bilan olmani kesishga harakat qilamiz. Wow. Qarang qanaqa chiroyli. Gulga o'xshaydi. Kelinglar olmaga. Qani bolalar kelib tatib ko'ringlar olmani.